Bugun uyga ergatekka opamiz mehmon bo'lib keladi. Xonadonimiz daxlsiga yumshashimiz kerak. Tushunarli. Aka dadam qanila? Dadamlarmi? 39-40 ta banka hammasi joyga. Qizim bugun podvalga kirmasligi kerak. Men bu ishni astoydil ish bilan qilaman. Ukajon, qalaysizlar? Operatsiya boshlandi. Opajon, bu bizani qoshi. Bilaman, ko'rdim kelin. Obyekt oshxonadan chiqib ketdi. Yangi ko'rpachalarmi? Opa bizdan ko'rpacha u. Voye, mana. Obyekt ko'rpachadan oldidan ketdi. Opajon, u yangi o'g'li, hali bir marta ham xamir yoymadim. Ha, mana oling, kerak emas menga. Katta xontaxta olibdimi bular? Opa tegmang, biza xontoqda. Boring keting uyingizga. Ko'rdimda bir uka. O'zingiz uyingizdan borib ko'ring. O'zim bilaman. Kelin, dars qilyapsizmi? Ha, opa, Nekov schoolda o'qiyapman. Doktor bo'laman. Maqsadlar katta, opa. Ha, omadingiz bersin. Ruchkam qani? Opa. Mana, bitta ruchka ekan. Shu ko'k choyni bekor ichdimda, shu podvalam zaxta sabil. Keyinroq boraman qay. Burgut, harg'i, chumchuq, qanisizlar? Bu qo'rqib ketdi. Dada, xavotir olmang, hozir men batariyani yordamga chaqiraman. Kalxat burgutga, kalxat, bizdan obyekt ko'rmadingizmi? Qizim, mehmonga keldingmi ota uyingga? Ha, assalomu alaykum. Yaxshi. Yaxshi. Burgut kalxatga obyekt ko'chada. Mayli qizim, yaxshi bor. Mayli, yaxshi qolinglar. Kelib tur, kam. Zo'r bo'ldi-da, talofatsiz kuzatdik. Qani? Dada, quyonlarimda bittasi yo'q. Tirchilanma, 3-4 ta sabzi olmamanda. Men yangi sifatiga aytaman, hozir uchrashib kiramiz-ku, menga quloq sol, tamom. Qanday senga quloq soladi? Sen menga nishon ketdik. Mayli, hali to'xtab turinglar, ichkariga kiramiz hali. Nima gap, nima so'z? Yaqinda o'qish tugatdim. IELTS'im bor. O'qishimni chet elda davom ettirmoqchiman. Bo'ladi zo'r, hamida xo'pda ingliz tilini biladi, bu kelajagi bor bo'ladi. Hamida ingliz tilini biladigan, oilani boqadi degan nima turib ketdik? Sariq pishak meni eshit. Men aytganimni qil, men shu bilan kelajagi porloq. To'g'ri aytasan. Sen aytganingni qilaman, miya? Yo'q, quloq solaman dedik, nimaga отказ qiling bechora yigitni? Mana bu bo'lmaydi dedi. Nima bo'lmaydi? Men jizillamadim. O'ljizillamay. O'tgan safargidek patar qilmanglar. Hozir kiramiz, menga quloq sol. Quloq solmaydi senga. Biz o'zimiz bilamiz, hamida ketdik. Urushmaylik iltimos. Hali ichkariga kiramiz, ko'ramiz, vaziyatga qarab keyin bilamiz. Men bir kichkina biznescha boshlaganman. Kartoshka, piyoz, mevalar sotaman. Maqsadim katta biznesmen bo'lish. Bundan piyoz hidi keladi-ku, to'ramida? Qanaqa piyoz, pulli hidi kelar bundan. Sarxi kuruz meni eshitgin. Xo'p degin. Xo'p, siz baxtli bo'ling. Siz ham men ham hali o'zimiz baxtimizni topib ketamiz. Mayli. Yurak aytdim. Nima qilding buni? Men jizillamayman, Druk. Jizlataman hozir. Og'rib ketdim men. Bir marta jizla shu baxtli bo'lib ketsin. Yo, Druk, men ham xohlayman, lekin qizga komfort bo'lsin deyman-da. Fransiya, Dubay, la bu de France. Bu tuxum qavurish bilmaydi. Qanaqa dubu-qo'pi. Yuringlar, ketdik, uchrashuvga boramiz. Yo, men kerakmanmi yo'qmi o'zi? Ayt. Yur, keraksan. Yo, keraksan deb olib keling, lekin bechora yigitga ketavermaga to'g'ri kelmaysan deysan. Bizaga yo'qmadi-da. O'l yo'qmasdan sanlarga. Ana uni qara. Aytisi bor. Ko'rding, boshliq bo'lib ketgan hozir. Bunisini qara. Piyozcha. Suez kelgandan Suez S09 mashina olgan. Kuchayib ketgan. Sanlar yo'qmadi, po'qma. Yo'qolib ket, sanlar bilan gaplashmayman. Yo'qol. Bizaga miya kerak. Ikkalamiz do'ndiramiz hozir. Yur. Bitta velosipedim bor. Plan endi mototsikl. Nima deysiz? To'y qilamizmi, yo'qmi? Miya qani endi? Hey, Miya. Qara, beligi bor ekan. Nima dey? Men endi kerak bo'ldimmi senga? Men oldin nima dedim? Men aytgan qil dedimmi? Ana yo'qolib pashol ko'zma ko'rinma. Oshxona emas, jon yuraging